Ingliz tili haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Dunyodagi eng ko'p o'rganiladigan til bu ingliz tili. Ingliz tilida 1,5 milliarddan ortiq odam gaplashadi. Aksariyat odamlar uchun u ona tili emas, balki ikkinchi til hisoblanadi. Ingliz tili 60 dan ortiq mamlakatlarda rasmiy til hisoblanadi. Bu internet, IT va fan sohalarining asosiy tilidir. Ingliz tili butun dunyo bo'ylab aviatsiya tili hisoblanadi. English nomi English qabilasidan kelib chiqqan. Tilning birinchi bosqichi Old English deb ataladi. Qadimgi ingliz tilida kelishiklar va jinslar mavjud bo'lgan. Alifboda hozir mavjud bo'lmagan harflar ham bo'lgan. Vikinglar ta'siri tufayli ingliz tilidagi kelishiklar yo'qolgan. Sky so'zi oldin bo'lmagan. Fransuzlar ingliz tilini boy qilgan. Urushlarsiz til boshqacha bo'lishi mumkin edi. Xalqaro shartnomalarning aksariyati ingliz tilida yoziladi. Ingliz tili Netflix, YouTube va TikTokning asosiy tili. Ilmiy maqolalarning 80% dan ortig'i ingliz tilida chop etiladi. Ingliz tilisiz xorijda ishlash qiyin. Ingliz tilining yoshi 1500 yildan oshgan. U german tilidan kelib chiqqan. Unda lotin, fransuz va skandinav tillaridan olingan so'zlar bor. Normanlar bosqinidan keyin tilga ko'plab fransuzcha so'zlar kirib kelgan. Qadimgi ingliz tili zamonaviy odam uchun deyarli tushunarsiz. Shekspir 1700 dan ortiq so'zlarni ommalashtirgan. Ingliz tili tirik til hisoblanadi. 1066-yildan keyin fransuz tili ingliz tilini deyarli yo'q qilgan. Alifbo 26 ta harfdan iborat. J, U va W harflari boshqalariga nisbatan keyinroq paydo bo'lgan. Ingliz tili doimiy ravishda o'zgarib boradi. Ingliz tilida jins ajratilmaydi. Rus tiliga o'xshab ana, on degan so'zlar yo'q. Rus tilidagidek kelishiklar mavjud emas. So'z tartibi juda muhim hisoblanadi. Bitta so'z ham fe'l, ham ot bo'lishi mumkin. Savol gaplar ko'pincha yangi o'rganuvchilarni chalg'itadi. Ingliz tilida rasman 12 ta zamon bor, ammo kundalik hayotda ularning taxminan 5-6 tasi ishlatiladi. Artikellar til o'rganuvchilar uchun eng og'riqli mavzulardan biridir. Hech qanday ma'no bermasa ham, do fe'li tez-tez ishlatiladi. God so'zi eng universal so'zlardan biri hisoblanadi. Ingliz tilida 1 milliondan ortiq so'z bor. Faol ravishda taxminan 20-30 mingta so'z ishlatiladi. Eng ko'p uchraydigan so'z Z so'zi. Eng uzun so'zni deyarli hech kim ishlatmaydi. Boshqa tillarga aniq tarjimasi bo'lmagan so'zlar ham bor. Set so'zi 400 dan ortiq ma'noga ega. Run eng ko'p ma'noli fe'llardan biridir. Har bir AQSh shtatida o'z aksenti mavjud. Wikipediyadagi eng katta bo'lim ingliz tilida hisoblanadi. Bitta so'z turli xil ma'nolarni anglatishi mumkin. Ingliz tilida ko'plab frazali fe'llar bor. Masalan, give up va get on. Frazali fe'llar talabalar uchun haqiqiy qo'rquvdir. Talaffuz ko'pincha yozilgandek bo'lmaydi. Read fe'li zamonga qarab turlicha o'qiladi. BMTning 6 ta rasmiy tilidan biri ingliz tili. Ingliz tilini bilish kurslariga kirish imkonini ochadi. Amerika va Britaniya aksentlari bir-biridan ancha farq qiladi. Hatto ona tilida so'zlashuvchilar ham xatolarga yo'l qo'yishadi. Rus tilidagidek aniq o'qish qoidalari yo'q. Bir xil so'z turlicha talaffuz qilinishi mumkin. Hamma odamda aksent bor. Ingliz tilini o'rganmoqchisiz, lekin nimadan boshlashni bilmayapsizmi? Ko'pchilik so'z yodlaydi, grammatikani o'rganadi, lekin gapira olmaydi va tezda tashlab qo'yadi. Endi buni o'zgartiradigan yechim bor. Ibrat Academy tomonidan ishlab chiqarilgan Superstart Premium dasturi. Bu dasturda siz 12 ta asosiy mavzu va 36 ta dars orqali 400 dan ortiq yangi so'zlar, 1000 dan ortiq audio va mashqlar bilan ingliz tilini noldan to'g'ri va tushunarli o'rganasiz. Natijada salomlashish, o'zingizni tanishtirish, oddiy savol-javoblar va kundalik gaplarni ishonch bilan gapira boshlaysiz. Hoziroq quyidagi havola orqali Vigetta 10 promokodi bilan Superstar dasturini 10% chegirmada qo'lga kiriting. Havola video ostida va kommentariya qismida qoldirilgan. Va bu mutlaqo normal holat hisoblanadi. Eng muhimi sizni tushunish. Britaniya va Amerika ingliz tilisi bir-biridan farq qiladi. Masalan, Amerikada truck deyilsa, Britaniyada lorry deyiladi. Amerikaliklar odatda tezroq gapiradilar. Britaniyaliklar ko'proq muloyim iboralarni ishlatishadi. Avstraliyadagi ingliz tilisi esa yanada qiyinroq hisoblanadi. Hindiston ingliz tilisining aksenti juda g'aroyib hisoblanadi. Ingliz tilini bir oyda o'rganib bo'lmaydi. Slang so'zlar mamlakatga qarab juda farq qiladi. Filmlarni asl tilda tomosha qilish yaxshiroq hisoblanadi. Ko'pgina dasturlar va o'yinlar ingliz tilida mavjud. Ingliz tilini bilish ko'proq daromad topishga yordam
yordam beradi. Kitoblarni tarjimasiz o'qish ham mumkin. Qo'shiqlarni ham tushunarliroq eshitsangiz bo'ladi. Ko'pincha memlar ingliz tilida bo'ladi. Ingliz tili freelans uchun zarur hisoblanadi. Ingliz tili sayohat tili hisoblanadi. Ko'pchilik grammatikani bilsa ham gapirishdan qo'rqadi. Ingliz tilida urg'u juda ham muhim. Ingliz tilida eng muhimi amaliyot qilish. Ingliz tilini o'rganish unchalik ham qiyin emas. Filmlar ingliz tilini o'rganishga yordam beradi. Musiqalar esa talaffuzni yaxshilaydi. Xato qilish normal holat hisoblanadi. Amaliyotsiz ingliz tilini unutib yuborishingiz mumkin. Ingliz tilining eng qiyin bosqichi bu gapirishdir. Ingliz tili imkoniyatlar tilidir. U odamlarni birlashtiradi. Ingliz tilini 100% o'rganib bo'lmaydi. Uni deyarli har ikkinchi odam biladi. Ingliz tili deyarli har bir kasbda kerak bo'ladi. YouTube'dagi eng yaxshi kontentlar ham ingliz tilida. Ingliz tili fikrlash tarzini o'zgartiradi. Ba'zida fikrni ingliz tilida ifodalash osonroq bo'ladi. Kanadaliklar sorry so'zini hamma joydan ko'proq ishlatishadi. Hindistonda ingliz tili rasmiy til hisoblanadi. Afrikada ingliz tili esa o'z so'zlariga ega. Ingliz tilini bilgan odam dunyoni kengroq ko'radi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim yoki nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.